Rossiyada 4 o'rtoq. 4 kishi gaplashib ishni boshladik. Devorga obojni urib tashladik. 2 kishi patolog kraska qildi. Shu paytda bir sariq xo'jayin keldi. Bu ishing yoqmadi, qabul qilmadi. 5 kunlik ish qildik, pulni bermadi. Bor yo'g'i do'stimda 1000 so'm bor edi. Do'stim ham patentga beramiz dedi. Qoringa ozgina pul topish uchun zavodga borganlik hamma yoq tutun. Prorab bu yerda hozir ish yo'q dedi. Cho'ntakda do'stlarim kapek yo'q edi. Kech bo'ldi, yotishga joylar qidirdik. U yoqdan bu yoqqa rosa yugurdik. Haskinam shu kuni pulsiz dakmsiz barzangi biratan omonga tushdik. Bittasi sochimdan mayin ushlaydi, bittasi yuzimni asta silaydi, bittasi tog'amga rosa o'xshaydi, bittasi ayamay rosa mushlaydi. Hamma joy ko'kargan, burunlar singan. 4 do'stimiz hammasi bir-biriga kulgan. Kattalar aytardi, rus tilini o'rgan. Yigit ham 11 yil o'qib ham qo'ygan. Ertasi bir firma ish taklif qildi. Bo'ynimga prorab farzini ildi. Bizlar shu firmada ishlay boshladik. Asta-asta ro'zg'orni tiklay boshladik.